Bundan keyin mushtaq qarindoshlarniki davomli ko'payib minishni orzu qilamiz. Mushu munosabat bilan sizlarga deydigan yana bir gapim bor. Biz o'tgan yil 12 oyda bir ishni boshlagan Uyg'ur Project fondidan. U nima desanglar, Sharqiy Turkistondagi millatning ustiga, xalqimizning ustiga kelgan irqiy qirg'inchilik ahvollari haqidagi axborot uchurlarini to'plab, uni g'arbliklarga ta'minlash, yo'llab berish. Mushta bir ishni qilish to'g'riliq. Aslida 2019-yili men bir yan to'plash yapmadim. Facebook'ta o çağda da Uyghur Project Fondi qurilmagan. Şu çağda bir gruppa fuqarolar meni izlab kelgan. O'zlarining bir axborot uchur izlab kelib, shu ishni planlab biz bir Facebook'ta pul to'plagan. Keyin bu bir gruppa fuqarolar bu ishni yo'l qo'yib qo'ychilik, yana bir jiddiy vazifa chiqib qilib, umush Uyg'urlarning ishi bir yil ashni qilib ketdi bola. Ashni qilib ketdi, shundan bu ish to'xtab qolib, shuniki pulsi menda bordi. O'tgan yil shu pul bilan shu axborot uchun to'plash ishini yana Uyghur Project Fondi nomidan o ishni qildik. Bir yil bo'ldi hozir. Buningda bir xodimimiz var, bütün gün ishlaydigan, uning yordamchisi var yana. Shunga men bir guruh kishilar deb atayapman. Bir ishxona aldık bir yillik ijaraga. Ondan keyin bir kishi bütün kunlik bo'lib ishladi, qolganlar yordamchi bo'lib ishladi. Oylik maaşı $1000. Bir odam va unga yordamchi bo'lgan nechadan oylik maaşı $1000. Ashta qilib. Bir yil biz ashta qildik. Sizlarga gapini qilgan 6 jadvalni shular vujudga keltirgan. Bular kasb ahlilari bu ishni qanday qilishini bildiganlar. Xitoyniki internet sistemasi ve başka nurgun sistemlerden aydı bildiğin kişiler. Aşağı qilib 6 jadvalni vujudga keltirdi. Ondan başka yine g'arb muxbirlarini muhim ma'lumotlar bilan ta'minlash, muxbirlarga chet eldagi Uyg'urlar ichidan isbotchi tepib berish, isbotchilarni muxbirlar bilan kurishtirish va ular o'tirsida tarjimonlik qilish ishlarini qildi bular. Shularniki yordamlari bilan xili ko'p boshqa ishlarni vujudga chiqdi. Masalan, hozirga qadar shularniki yordam bilan Uyg'urlar haqida ingliz tili dunyosida xabar va doklad e'lon qilgan cho'ng media shirkatlaridan Amerikadagi ABC shirkati, Avstraliyadagi ABC, Angliyadagi BBC, Amerikadagi CNN, Fransiya davlatlik televiziyasi, Germaniya DI shirkati, Anikin HBO, Amerikaniki, aniki Yaponiyaniki NHK ve Qatar Al Jazeera televiziyasi qatorliqlar bor. Mushlar bilan birlashib nur ishlarni qildi. Endi shu 11 oyda kira oyda bu ishga ajratilgan pul shundan tugaydi. Biz bu ishni yana bir yil davomlashtirsak deb shunday bir arzu, shu ishni arzu qilyapmiz. Hozir chiqqan 6 jadvalga yana yangidan jadvallarni tilab qo'yadi. Men bilib chiqayotgan xalqaro tashkilotlar. Mana narsalarni lozim deydi. Ashlarni shu huquqlar qila oladi. Uning ustiga hozirgi bizniki chet eldagi siyosiy davorimiz ichida vatandagi mushnaq uchurlarni to'plash, yig'ish, unday xalqaro yetkazish bu intayin muhim ish. Bu ish amadan qo'lga kelgan ish emas. Bizde hozir mustaq bir qo'shin bor. Mustaq adam kuchimiz bor bizniki. Ashta boshqa buni to'xtatib qo'ymasak. Shu vajdan men chorshanba kuni Facebook'ga bir yan to'plash chaqirib chiqardim. Nishon $16,000. To'plash vaqti bir oy. Agar to'ysa to'xtatib qo'yamiz. Bu pulniki $3250 puli bir yillik ishxona ijarasiga ketadi. İşxana degan vaqtimizda uniki suv, tok, internet degandek narsalarmi bor, hammasi shuning ichida bir yillik ijarasi. Yana maoshga albatta men degandek yana maosh uchun $10,000. Bir odam butun kun ishlaydi, u odamga yordamchilar bor. Ashlarning chiqimlarini qo'shib, ozroq pul qo'shib $16,000 deb chiqardik. Agar bu pul to'shsa, buni to'xtatib qo'ymayman, qachon to'slamkin. Shunga mushishga bir yordam qilgan bo'lsanglar. Men degandek nurg'un qarindoshlarniki millat uchun
o'zining bir kishilik hissini qo'shish orzusi bor. Bir yilning ichida 100 yoki 200 dollar pul chiqarish ko'plagan kishilarga ig'ir kelmaydi. Bo'libmi Amerika, Yaponiya, Kanada, g'arb ellardagi, Avstraliyadagi qarindoshlar uchun shunga yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar. Buni sizlar chaqiriq qilmay, o'zimiz qilib lekin men mandaq ishlarni bir ommaviy harakat sifatida qilishni yaxshi ko'raman. Sababi ko'proq kishilar qatnashsa, millat uchun ish qilish qo'shiniga degan orzu bilan. Shunga mana bir yaxshi fursat. Avkular qilg'ash hammadan qo'ldan kelmaydi. Lekin bunday bir yaxshi imkoniyatni qo'ldan bir qo'yg'imiz yo'q. Bo'lsa burishga yordam qilgan bo'lsanglar. Alki Uyghur Project Fondi qildigan hamma ishga yan to'plab o'ltirmaymiz. Mana ikkinchi qatimli yan to'plash bu yilgi oldingi qatimli Ramazonda to'plangan. U pulniki biz 15 ming dollar yig'imiz deb o'tirib chiqqan. 52 ming dollar yig'ilib 32 ming dollardek pul Turkiyadagi Uyg'ur yari uchun, 20 mingdek pul bizga yig'ilgan. Men u pul Turkiyadagi Uyg'ur yari uchun to'plangan pulniki hammasini o'tib bo'ldim. Ular tas kundan o'qimayman. Bir narsa ko'rsatmoqchi emaslarga. Intayin tafsili doklad bor. Bu dokladda dollargacha pulni hozir qadar qancha xashladi, xos turlarga xashladi, endi nega xashlamoqchi degan narsalar. Hozir qadar ularniki xashlagan turdan 3 cho'ng turi bor. Birsi aslidagi maqsad Uyg'ur o'quvchi mukofot puli, shuni xashlamoqchi. Ondan keyin yana birisiga tikchilarni tarbiyalash, kiyim tikadigan xonimlarni tarbiyalash kursini qilyotdi ular. Uning bu bir qismini xashladi. Ondan keyin oliy maktabga o'tadigan o'quvchilarga yordam qilish kursi. Bu kursini qilyotdi, shuni ham xashladi. Pulni hamini xashlab bo'lolmadi, lekin bu son intayin aniq. Uyg'ur Project Fondidami bizniki bir buxgalter bor. Pulni buxgalter bilan men ikkimiz teng boshqaramiz dollargacha. Nega qancha pul xashlaymiz, buning hammasini shu Uyg'ur Project Fondidagi board a'zolari muzokiralashib qaror qilamiz. Unga pulni shu bo'yicha maqdurimiz. Bütün kirim chiqim narsalarniki xotirasi bank hisobimizda bor, aynan bor. Buningga biz Uyg'ur Project Fondining boardlarga doklad beramiz, undan keyin Amerika hukumatiga doklad beramiz. Bu narsa bizga ketmaydi. Shunga bu jihatdan xotirjam bo'linglar. Bo'lsa mashq yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar. Endi bizningki safarimiz bak uzun. Ba'zi analizchilar Xitoy Kompartiya hukumati 2024-yilda ag'dirildi, o'lib tushdi, davatadi. Buniki qanday asosi bor, bu to'g'riliq buniki izni baqsaq bo'ladi. Men keyin vaqti kelgan chog'da bu vaqtni so'zlab beraman. Lekin bunday ishlar kapolatga ega emas. Biz uchun eng kapolatga ega narsa o'zimizning tirishchanligi. Biz qaysi qilamiz, qanday yashaymiz, buni o'zimiz qaror qila olamiz. Ashta bo'g'ashqa millat uchun qilinayotgan mandaq ishlarga imkon qadar ko'proq qarindoshlar yordam qilsanglar. Boshqa ishlarni, amaliy ishlarni qilish imkoniyati yo'q qarindoshlar, ozroqdan pul chiqarganlar, ishni qila oladigan qarindoshlar qilsin. Mening atrofimga ashta odamlar to'plangan, Uyg'ur Project Fondiga ashta odamlar to'plangan. Buniki mashindaq ish qilay degan qarindoshlar o'zining yaxshi ideyasi bilan bizni izlaydi. Ondan keyin biz muvaffaq ko'rib, qo'llashni qilamiz. Buniki iqtisodiy chiqimlarini sizlar ko'tarib bersanglar. Shu turmush shuniki birisi, buning kirgan pullarni biz ashta uchun ishlatamiz. Biz iqtisodiy manbani hal qilishda qilayotgan boshqa ishlarmi bor? Uning vaqti kelgancha sizlarga deyman, hozir maash zo'r bo'lishi uchun buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Eng oxirida deydigan bir gapim, Uyg'ur axborot markazi hozir har haftada 3 ta video chiqaryapti. U Uyg'ur axborot markaziniki YouTube kanaliga qo'yiladi o'tirliqlangan. Men bu YouTube'dagi videoni tushirib, o'zimning kompyutersiga, undan keyin o'zimning kanaligimga chiqarib qo'yaman. Mushunga vaqt ketyapti. Har hafta 3 video bor. Men uni 20 dak WhatsApp signal to'plariga taqitaman. Ondan keyin 4 Facebook chiqaraman. Ondan keyin o'zimniki abad degandek hujjatni tushirib, o'zimning YouTube kanaligimga chiqaraman. Bu YouTube videolariniki hujjati cho'ng bo'lganligi uchun
Biz e-mailda mağdırıp oturmayımız. Onu vaqt ketadi bek. Aşta bu aşka mışlarımı meniki vaqtım hep gitip bardı. Eğer de meniki mış Facebook'umdaki 20 mingdek qarindaşlar mush Uyghur Axborot Markazining YouTube kanaliga mushtir bo'lib qo'ysanglar, meniki buni ayrim o'zimning YouTube kanaliga chiqarishga hojat qolmaydi. Men uchun xil ko'p vaqt tejilib qoladi. Bu mushtir bo'lish haqsiz, uni pul olmay, u pul oldiga ish emas u. Nihoyat oson, bir subscribe degan bir yeri bor, qizil besib qo'ysanglar bo'ladi buni. Ashta qilishning o'zimi bizni bir qo'llash. Sizlar mushtir bo'lib qo'ysanglar, Uyg'ur Axborot Markazi har qatim bir yangi video chiqqan chog'da sizlarga bir uchur keladi. Bunda bir yangi video chiqdi deb. Shuni siz izlab o'tirmaysizlar, oldinglarga keladi bu. Shu orqali mumkin yangi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Bo'lsa işte bir qo'llab qo'ygan bo'lsanglar meni. Men shundoq tirishyapman. Shundoq ham yetishmayapman. Yetishmayapman. Shunga o'zimning sal vaqt tejaydigan yerlar bo'lsa tejay deb ma gapni sizlarga deyapman. Mushni qilib qo'ysanglar sizlarniki menga yordaminglar bo'ladi. Shuni bir deb qo'ydim. Bo'ladi, meniki bugun planlagan mazmunlarimiz shu. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.